Mana bugun erimizning oqi ham kelibdi. Kecha qolib keldi. Mana buni ham bitta unboxing qilaylik. Bismillah. Qani qaysi biri yaxshi ekan? Oqimi, qorasimi tanlaymiz keyin. Shu narsa. Hop, mana iPhone'imizdan oqi ham keldi. Oqi menimcha ancha bagati ko'rinyapti, lekin mana iPhone erimizdan oqi. Bu yerda qorasi. Qaysi biri yaxshi deysizlar? Qaysi birini tanlaganim yaxshi? Qora ham o'ziga yarasha elegantli turibdi. Qora lekin sal zerikarliroq. Oq oppoq. Oppoq chetlari ham ma'mu yaltillab turibdi. Chiroyli bo'lib. O'ziga yarasha chiroyli. Qora tutsammikan? Oq tutsammikan? Ko'ramiz, qaysi biri yoqsa, o'shani tutamiz. Ikkinchisini berib yuboramiz. Hammaga nasib qilsin.